Yangi O'zbekistonning taraqqiyot sari dadil odimlayotgan bugungi kunda har bir soha vakillaridan, ayniqsa yosh avloddan yuksak maqsadlar, teran tafakkur va mustahkam iroda talab etiladi. Muhtaram Prezidentimiz, Qurolli Kuchlarimiz Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning alohida qarorlari asosida davlatimiz manfaatlari va suverenitetini fidokorona himoya qilishga tayyor bo'lgan yoshlarni tarbiyalash maqsadida Temurbeklar maktabi, harbiy akademik litseylari tashkil etilgani bu boradagi izchil islohotlar natijasidir. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Shahrisabz Temuriylar maktabi harbiy akademik litseyini joriy yilda 123 nafar o'quvchilar bitirmoqda. 2 yillik ta'lim jarayoni mobaynida mamlakat kelajagini belgilovchi, aqlan yetuk, jismonan chiniqqan yoshlar tarbiyalandi. Shu munosabat bilan bugun Oqsaroy majmuasida bitiruvchilarga diplom topshirish marosimi tantanali ravishda bo'lib o'tmoqda. Tantanali tadbirda O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi vazir o'rinbosari, viloyat boshqarmasi boshlig'i, Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrugi va Qarshi harbiy prokuraturasi mas'ullari, soha faxriylari hamda ota-onalar ishtirok etdi. Favqulodda vaziyatlar vaziri o'rinbosari barcha shaxsiy tarkibni bitiruv tadbiri bilan tabriklab, ularga vatanimiz va el yurt oldidagi mas'uliyatli burchlarini sidqidildan ado etishlarida omad yor bo'lishini tiladi. Ayniqsa ushbu marosimning sohibqiron Amir Temur haykali poyida o'tkazilayotganligida ramziy ma'no bor. Butun dunyoda harbiy san'ati bilan namuna bo'lgan, o'rnak bo'lgan va yoshlarga kuch adolatda ekanligini meros qoldirgan Amir Temur go'yoki mana shunday o'tkir qarashlari bilan bugungi kun bitiruvchilariga vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shishda madadkor bo'lmoqda. Men mana shu yerda 2 yil davomida o'qiganimdan hech qachon afsuslanmayman. Do'stlar orttirganimdan mana shu yerda o'z bilimimni, iste'dodimni, o'z salohiyatim ustida ishlab, o'zimning bilimimni oshirganimdan juda xursandman. Ko'zlagan orzularimga albatta erishaman. Men kelajakda Qurolli Kuchlar akademiyasiga topshirmoqchiman va O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilmoqchiman. Ustozlariga, prezidentimizga katta rahmat. Kelajakda harbiy bo'lib elimizga, xalqimizga, yurtimizga xizmat qilsin. Bu oilada birinchi harbiy bo'lganim uchun juda qadrli va faxrli. Juda xursand bo'ldik. Litsey nafaqat harbiy vatanparvarlik ruhidagi ta'lim muassasasi, balki haqiqiy liderlarni yetishtirib beradigan maskanga aylanmoqda. Bu yerda o'quvchilar Amir Temur bobomizga munosib avlod bo'lish uchun sidqidildan o'qiydi, harbiy yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalariga kirishga astoydil tayyorlanadi. Bu jarayonda ularning xulq-atvori, dunyoqarashi ham ijobiy tomonga o'zgarayotganligi ularning ota-onalarini xursand qilmoqda. O'g'lim shu Temurbeklar maktabiga mana 2-kursini bitirdi. O'g'limni olib kelganimda juda boshqacha edi. Bu yerga kelib juda ham yaxshi tarafga o'zgarib, bilimlari kuchli bo'lib, yurish-turishlari o'zgarib, juda ham yaxshi yigit bo'lib yetishdi. Bugun dunyodagi eng baxtli onaman. O'zi bitta o'g'lim bor, ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bundan keyin ham yaxshi akademiyalarga kirishga juda ham mayor, o'zini amakilaridek polkovnik, podpolkovnik bo'lish darajasiga ham yetishsin. Bugun bir uzoq kutilgan natija, bir hayajonli kun, hayajonli daqiqa desa bo'ladi. Sababi bir jiyanimiz bizni o'sha avlod ajdodlarimizni harbiy sohada, xavfsizlik sohasida, ichki ishlar sohasida ko'p yillar faoliyat yuritayotgan ota-bobolarimizni, amaki tog'alarimizni izdoshlari, jiyanim Samandar To'xtamish Sanjarbek o'g'li bugun mana shu harbiy akademik litseyni bitirdi. Biz bundan juda xursandmiz. Islohotlarni cheki yo'q. Buni ta'riflashga til ojiz, buni ta'riflab ham bo'lmaydi. Juda katta imtiyozlar yaratilyapti. Mana hozir mana shu Shahrisabz shahar Temurbek maktabini bitiruvchi o'quvchilarning o'zini olayotgan bo'lsak, bularga berilayotgan imtiyozlar, bularning shart-sharoitlari biz o'qish davomida ko'p marotaba keldik bu yerga. Farzandlarimizdan holdan xabar olgani, bularga qilingan sharoitlar, oshxona, ovqatlanish, o'qish jarayonlari, kutubxona, umuman sport zal hammasi juda a'lo darajada. Mana bunaqa formaga, chiroyli formaga turib, bularni qadam boshlarini ko'rib, qadamdan o't chaqnab ketadi-da, odam havas ketadi.
Bitiruvchilarning ko'p qirrali tayyorgarligi, yuksak intellektual saviyasi va jismoniy bardamligi marosim davomidagi tantanali harbiy yurishlarda ham yaqqol sezilib turdi. Tadbirda so'z olganlar Temurbeklar maktabining davlat xavfsizligi, huquq-tartibot organlari hamda boshqa muhim tuzilmalar uchun yetuk kadrlar tayyorlashdagi o'rni tobora ortib borayotganini ta'kidladi. Bu maskan yoshlar qalbida ona yurtga sadoqat, tarixiy merosga hurmat va fidoyilik ruhini mustahkamlashda muhim o'quv-tarbiyaviy maydon bo'lib xizmat qilmoqda. Favqulodda vaziyatlar akademiyasi o'qish topshirdim. Bu yerni 4 yil davomida o'qib bitirganimizdan so'ng prezidentimizga va xalqimizga sodiq farzand bo'lib yetishishga va'da beramiz. Harbiy akademiya litseyga kirmasimdan oldin bilimim o'zimga yarasha, uncha o'rtacha bo'lgandi-da. Bu yerga kirganimizdan so'ng ancha bilimlarimiz ham yaxshilandi. Tartibni o'rgandik, tartib intizom, shunga o'xshagan narsalarni o'rgandik va bu yerga erishgan yutuqlarni mayoda bo'lib o'tgan milliy sertifikatdan yuqori darajalarni olib, ustozlarimizni va kursdoshlarim oldida va Harbiy akademiya litsey oldida yuzimiz yorug' bo'lib, matematika fanidan milliy sertifikat qo'lga kiritdim va o'qishga shay holatdamiz biz. Temurbeklar maktabi Harbiy akademik litseyining yutug'i bu maskanda harbiy sohaga xos xususiyatlarni rivojlantirish bilan birga xalqaro va respublika miqyosidagi fan olimpiadalari, sport musobaqalari g'oliblari, ijodiy tanlovlarda faxrli o'rinlarni egallaydigan yoshlar tayyorlanadi. Birgina sport yo'nalishida litsey o'quvchilari oxirgi 3 yilda respublika va xalqaro miqyosdagi sport o'yinlarida 3 ta oltin, 26 ta kumush va 5 ta bronza medallarini qo'lga kiritganligini aytib o'tish joiz. Ta'lim sohasidagi natijalarni tahlil etganda 2023-yilda Temurbeklar maktabi bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichi 96% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 100% ni tashkil etdi. O'tgan yilgi bitiruvchilarning 62% oliy harbiy ta'lim muassasalariga, xususan 55 nafari Favqulodda vaziyatlar akademiyasiga, 12 nafari Qurolli kuchlar akademiyasi, 6 nafari Jamoat xavfsizligi universitetiga, 7 nafari Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtiga, 1 nafari Davlat bojxona institutiga, 2 nafari Harbiy aviatsiya institutiga, 52 nafari respublikamizning turli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. Qurolli kuchlarimiz uchun mustahkam zaxira sifatida ta'limni davom ettirmoqda. Biz bu akademik litseyga kirishda oldimizdagi bir qancha to'siqlarni yengib, jismonan ham aqlan, ham ruhan kuchli tayyorgarlik ko'rib, bu akademik litseyga o'qishga qabul qilinganmiz. Mana bugun akademik litseyda 2 yil ta'lim olib, bu dargohni bitirayotganimizdan juda xursandman. Dars jarayonlari juda yaxshi olib boriladi. Bizda o'qituvchilar hammasi oliy darajadagi o'qituvchilar hisoblanadi. Menda eng yorqin xotiralar kursdoshlarim va xonadoshlarim bilan qolgan deb o'ylayman. Doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlash va yonimizda turish, bir kishi uchun hamma uchun bir kishi harakat qilishini o'rgandik. Shu fursatdan foydalanib, Harbiy akademik litsey rahbariyatiga, Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyatiga va prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'zimning nomimdan, kursdoshlarim va butun bir Harbiy akademik litsey shaxsiy tarkibi nomidan kattadan katta rahmat aytaman. Joriy yilda litsey bitiruvchilarining 68 nafari matematika fanidan, 55 nafari fizika fanidan, 5 nafari ingliz tili fanidan jami 128 ta milliy sertifikatlarni qo'lga kiritgani bugungi bitiruvchilarimizdan kelgusida ham eng yuqori natijalarni kutishga haqli ekanligimizni anglatadi. Men shu harbiy akademik litseyga kelgandan so'ng bu yerdagi ofitserlar, serjantlarni ko'rganimdan ularning o'zini intizomi, o'zini tutishi, tartibi va fikrlashi, aqliy qobiliyatlari menga yoqqanligi sababli Favqulodda vaziyatlar akademiyasini bitirib, men kelajakda Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'zimning foydasi tegadigan yetuk kadr bo'lishni niyat qildim.
Bu kun vatanimiz va xalqimiz xizmatiga navbatdagi bitiruvchilar, yosh va zabardast o'g'lonlar yo'naltirildi. Bunday daqiqalarda yoshlarga bildirilgan ishonch, e'tibor va g'amxo'rlik ularning ta'limning yangi bosqichiga qabul qilinishlarida ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Tadbir davomida konsert dasturi tashkil etilib, yig'ilganlar litseyning iqtidorli o'quvchilari chiqishlaridan bahramand bo'ldilar. Bir so'z bilan aytganda, Temurbeklar maktabi Harbiy akademik litseyi bu shunchaki ta'lim dargohi emas, bu ma'naviyat, fidoyilik, qat'iyat va vatanga sadoqat tuyg'ularini yuraklarga jo aylaydigan maskandir. Bugun bitiruv onlariga yetgan yoshlar nafaqat diplom, balki ulkan mas'uliyatni ham qo'llariga oldi. Ular ertangi kun egasi, yangi O'zbekiston tayanchidir. Buyuk sarkarda Amir Temur yurti Shahrisabzdan mustaqil hayot yo'liga qadam qo'ygan bu yangi avlod kuchli, adolatli va obod jamiyat barpo etish yo'lida ishonchli tayanch bo'lishi shubhasiz.